Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sedek Acır Rozo Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizsağış keman 20. yıl. 8. ayının 21. günü heptege cüme. Bugünkü vaziyetten gep açsak hürmetli vatandaş hazır. 21. günü pulga qaraydigan yilla degan torbitida yoki film ishlash torbitida bu Tayvanning maxsus doirlarning bu odamlar doirlar uchun yana hukumat taraf uchun ishlaydigan torbit ekan. Şunun torbitida bir xabar, bir jumlada shunda xabar keldi ekan, anlab baxtim ham dedi ki 9. ayda oldimizda Hindiston bilan Yaponiya harbiy ishlar kelishimi imzolaydi dedi. Bunu imzalaydigan bolsa bu kelishim bo'yicha Jungoning dengiz yo'li, yani Jungoning dengiz yo'li hayotlik yo'lini kesib tashlamdi deb savol belgisi qo'yibdi do'stim, vatandoshim. Men bu shuni bugun vaziyat deb sizga yetkazdim. Endi tuvanda leksiyalarimizni boshlaymiz vatandoshlar. Birinchi leksiya mundaq. Xo'chiyan Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyuan. Harbiy tema kamera mikrofon açıldımı? Kechiringlar. Hua Chunyuan Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Mike Pompeoni Xinjiangni, yani mustamlika Uyg'uristonni ziyorat qilishga taklif qildi. Devlet ishlar kotibi Mike Pompeo bir og'iz so'z bilan dal joyida javob qaytardi. Mavzuli xabar 8. ayning 21. kuni Jungoga nazar torbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Devlet ishlar kotibi Mike Pompeo haftaning 3. kuni, yani çizdagi 20. kuni New York Vaqt gazetiga bunday ko'rsatdi. Men Hua Chunyuanning aldamchiligi yoki aldamchi shakllik taklifi bo'yicha Xinjiangni ziyorat qilmayman. Jungo Kompartiyasi o'rinlashtirgan ziyoratga berishdan zaruriyati yo'q deb javob qaytardi. Devlet ishlar kotibi Mike Pompeo Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyuan o'tgan ayda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Mike Pompeoni Xinjiangni g'arbiy rayonni ziyorat qilishga, Uyg'urlarni nazarband qilmagan yig'ib olish lagerini ko'rib kelishga taklif qilgan edi. Muşu Uyg'urlarni nazarband qilmagan yig'ib olish lageri degan so'zni men tushunmadim yoki xato tarjima qildim vatandoshlar. Shunday yozilibdi. Devlet ishlar kotibi Mike Pompeo Jungo Kompartiyasi Uyg'urlarni nazarband qilish uchun yig'ib olish lageri qurib chiqdi deb ayblagan. Devlet ishlar kotibi Mike Pompeo bunday ko'rsatdi. Bu taklif bir aldamchilik. Hergiz haqiqiy taklif qilish emas. 7. ayning 15. kuni bayonotchi Hua Chunyuan muxbirlarni kutib olish yig'inida bunday degan edi. Amerikaning ayblashi musha asrdagi eng zo'r safsata. Bu yerda Hua Chunyuan eng zo'r safsata. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Xinjiangga berib ko'rib beqishga taklif qilamiz. Mike Pompeo davlat ishlar kotibi Mike Pompeoni Xinjiangga berib ko'rib beqishga taklif qilamiz va bir necha nafar Uyg'ur do'stlarni ham tanishtirib qo'yamiz degan edi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bunday ko'rsatdi. Anlamoqqa ikki qismda ko'rinadi bu so'z deydi. Avval qismi xato, yana bir safsata. Şunun uchun keyingi qismida o'tirib qo'yilgan taklifning hech qanday qimmati yo'q. Demak, keyin ko'radigan qism nima? Biz berib Xinjiang nima ko'ramiz? Sen bizdan nimaga taklif qilding? Shuni taklifing bilan keyin ko'radiganimizning o'zi farq bor. Hech qanday qimmat yo'q. Men samimiy taklif qilishni izchil saqlab turibman.
Çünkü hanımның samimiy taklif qilishini izchil saqlab turibman hamda biz qandaq umid bilan ko'rishni xohlasak shu yerlarni ko'rmoqchi bo'lgan narsani ko'rishimiz kerak. Haqiqatan joyida berilgan javob juma. Çünkü hanım, agar mushuning ma'nosini tushunsangiz, kayningiz uchib ketishingiz kerak-da, uyda turmay uchib ketishingiz kerak. Agar shundoq axloq madaniyat muhitida cho'ng bo'lgan bayonotchi bo'lsangiz. Bu yerda Mike Pompeo nima deydi? Biz nimani ko'rishni xohlasak, shuni ko'ra olsak, bu ziyorat bo'ladi. Men shundoq ziyorat qilishni samimiy kutyapman. Mana bu sizga berilgan javob. Çünkü hanım. Prezident Trump 6 ayning 17-kuni bir parcha qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Uyg'urlarning kishilik huquqlarini dafsanda qilgan jungo amaldorlarini embargo qilish huquqi bor. Bu qonun bo'yicha Uyg'ur kishilik huquq va siyosat qonuni bo'yicha o'tgan oyda 7-ayning 9-kuni jungoning Xinjiangdagi Müstemlik Uyg'uristondagi 4 nafar amaldoriga embargo yurgizildi. Jungoning Uyg'urlarga xo'rlash siyosati yurgizayotganligi Amerika jungo munosabati yomonlashib ketishiga sabab bo'lgan bir necha muhim omillarning ichidagi yana bir omildir. Xabar yozuvchi shunday yozyapti, vatandosh diqqat, nima deydi? Jungoning Uyg'urlarga xo'rlash siyosati yurgizayotganligi Amerika jungo munosabati yomonlashib ketishiga sabab bo'lgan bir necha muhim omillarning ichidagi yana bir omildir. Prezident Trump hukumati yana yaqinda jungoning Shangang avtonomiyasini bekor qilganligi bo'yicha yoki bekor qilganligi uchun 11 nafar Hong Kong amaldoriga va jungo amaldoriga embargo yurgizdi.